Qanaqa turk kelinisiz, baklava qilishni bilmasangiz deb yozibdilar bitta opa. Lekin rostdan ham bilmayman. Baklavani ukasini tayyorladim. Yerim o'zim pishirganimga ishonmadilar. Retseptga kelsak, tayyor baklava yufqa xamirini olib, ustiga sariyog', kokos strushkasi va yong'oq sepib, videoda ko'rsatilgandek pardaga o'xshatib idishimizga joylab olamiz. Duxovkaga 190 gradusga 15-20 minutga yuboramiz. Sousi uchun tuxum, sut, yog', razrixlitel, vanilin va shakar qo'shib aralashtirib, yarim pishgan baklavamizga to'kib, yana 15-20 minutga duxovkaga yuboramiz. Pishgunicha siropini tayyorlaymiz. Shakar, suv va 1 bo'lak limon. Suv qaynab chiqishi bilan gazdan olib sovutamiz. Perda baklavamiz pishdi, 10 minut dam oldirib, sovigan siropimizni quyib yuboramiz. Qizlar, retseptni o'zimga moslashtirdim. O'ta shirin, me'daga tegadigan shirinliklar yoqmaydi. Bu juda ham mayin chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Salqin kunlarda issiqqina choy bilan mazza bo'ladi. Xullas o'zingizlar chundinglar, pishirib ko'rib, o'z iflarini aytarsizlar. Prosmotr uchun bo'lsa rahmat.